Ketdi. Boshdan acha ochiq qoldi. Srochib ketdi shunga. Chiqsam yo'q boshda. Mashinangizni rangi qanaqa edi? Matiz rusumli. Qanaqa raqamda? Gaz 460. Davlat. Hurmatli fuqaro, mashinangiz qulflanganmidi? Yo'q, qulflanmagan. Mashinadan tushdim, darhol do'konga kirib ketdim, ishim bor edi. Zarur. Hurmatli fuqaro, sizni be'tiborligi sababli mashinangizni ochiq qoldirib, kalitini o'zida qoldirgan sababli shunaqa mol-mulklaringiz talon-taroj bo'lishiga, hatto avtomashinangizni o'g'irlashga sabab bo'ladi. Kelgusida bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun doim hushyorlikka va ogohlikka chaqirib qolamiz. Be'tiborlik, avtomashinani ochiq qoldirib, kalitini tashlab ketmaslik holatga yo'l qo'ymasligini umidamiz. Shundan. Doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Hurmatli Izboskan tumani fuqarolari, mana hozir biz bu rolik orqali avtomashinangizni qarovsiz hamda kalitini o'zida qoldirib, kech oqibatda avtomashina o'g'irlashga sabab bo'lgan rolikni ko'rsatdik. Avtomashinangizni qarovsiz qoldirib ketmaslik haqida ogohlantiramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, barchangizdan hushyorlikni talab qilib qolamiz.